Shu joyga lak bosmasangiz bo'lmaydi, uni qara yuvoshligini. Maza qilib yuborasiz-da. Hop, suv ichish sistemalari qilingan ekan mana. Bitta ko'rsatayinda, sumshug'ini bosishadi. Suv tushadi. 60 kilo vez qo'shdi. Bunisi qancha qo'shdi? Bunisi 55 kilo. Mashallah. Berilgan soatini ham o'zilar. Gap yo'q akalar mana. Buni soat a? Buni kechqurungi soatimi yo kilasi? Kilas, silus kilas. Silas buni sud Somonmi? somon ekan. Hozir 29 ming, 30 ming, bori 35 mingdan yeyapti ekanda. Shunaqa. Bir kunda 35 ming so'mdan mana shu 600 kilo buqalar akalar, mana 58. 58 kilo qo'shgan ekan mana shu akalar. Mana o'zimizni oddiy jaydari buqa bu. Akalar, mana sizlarga baxt, mana sizlarga baraka aka. Bundan ortiq sizlarga bir baxt, baraka, bir boylik bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, chorvador akalarim. Bugun biz shunaqangi video qilamiz. Miyalari dam oladigan chiroyli video qilib beraman. Akalar, menga mana shunaqa buqalar nasib qilsin, boqish deb turib videoga like bosib, kommentariyasiga niyat qilib yozib qo'ying. Xudo xolsa, albatta sizga mana shunday buqalardan boqish albatta nasib qiladi. Bugungi videomiz akalar, xudo xolsa, bu buqalar nima yeyapti, shu to'g'risida ham ma'lumot beramiz. Bu buqalar nima yemayapti, qanday ratsion bilan boqilyapti qish sharoitida, bular qanchadan olingan, zotlari qanaqa. Mana buqani qaranglar. Yap yo'q akalar, zo'r oqbosh. Akalar, albatta videoga like bosib turinglar, biz to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum Sabirlo aka. Alaykum assalom. Ishlayapsizmi, charchamasdan? Xo'p, kuzatuvchilarimizga Sabirlo aka, bu buqalar qanchadan olingan? Nima beryapsiz? Bular shu 60 kilogacha qo'shibdi deb aytdingiz-a videoni? Ha, qo'shdi. 60 kilogacha vez qo'shibdi. Shu to'g'risida ham qancha oyda qo'shgan, qanday yem beryaptilar, shu to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz, xudo xolisa. Bu hali qilib yolg'on gap emas, bir realniy holatda bo'lgan gap-a? Ha, bor gap. Bir oyda qo'shganmi shu yo? Bir oyda Eng ko'pi? eng ko'pi 60 kilo qo'shdi. Qas Bunisi qo'shdi? 55 kilo. Buni 55 kilo, 60 kilo qas qo'shdi. Mana o'zi. Mana shu buqamiz bir oyda 60 kilo vez. Hali buzoq ekan-a? Hali buzov. Hali buzoq ekan. 60 kilo vez qo'shdi. Bunisi qancha qo'shdi? Bunisi 55 kilo. Mashalloh. Shu orqa tomonlardan bitta ko'rsatamiz. Hozir bular bellarini qaranglar. Gap yo'q. Molxona to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Buni mol turadigan joyda 1.20 ekan. O'lchasa 1.20 chiqdi. Buni mol turadigan joyda 1.82 metr ekan. Bu yerni o'lchamadik. Mana yerda 1.10 chiqar ekan. Bag'ini ham bitta ko'rsating. Oddiy bu molxona, masalan, oldin molxona bo'lmagan ekan-a bu? Yo'q. Oldin zabor bo'lgan ekan, molxona qilishgan ekan. Mana shu buqalar qanchadan olingan Sabirlo aka, bitta ko'rsatib yuraveraylik. Necha oldin olingan? Shu sentyabr 20larida kelganmi? 4 oy bo'libdi-da. Ha, 4 oy bo'ldi. 4 oy oldin qanchadan olingan mana shu buqalar o'rtacha? 24 millionmikan? O, Shunaqa olinganda. 24 milliondan atrofida Yo olingan. 22 yo 24 o'shan atrofi. Siz ham aniq bilmaysiz. Ha. Lekin o'zgarishi zo'r lekin mollar-a. Mana ular 22 dan 24 dan kelgan mana shu. Mashlari Mana shu. 22 yo 24 dan kelgan-a. Zo'r, buni maydalatchi, bular ozorroq kelgan bo'lsa kerak-a? Ular hammasi opdan bir xil kelgan, uni bilmayman. To'g'risini bilmaysiz-a? Akamiz bilmas ekanlar. Mashlari ham bitta ko'rsataylik, oq boshlari Sabirlo aka. Bularni yeb ishlari yaxshimi? Ishtahasi Ishtahasi zo'r. zo'rmi? Ovqat yetkazib berilsa bu. Mollari ko'rsating. Hali yemay qoldi, oyoq og'rig'i unda qarasalar, bo'lmayapti. Hammasi sog'lom. Hammasi sog'lom-a. Eng kichkinasi buni yeganda. Mana shu ham 350 kilo atrofida eng kichkinasi. Mana shu ham o'zgarmay qoldi aytganingiz? Mana shu. Ha, sal o'zgarmagan. Qolgan hamma zo'r ketyapti. Qolgani zo'r ketyapti. Gap yo'q. Ana uni ham rosa kichkina edi kelganda. Buni ikkinchilari ham Ha, mana limuzin deydimi? Ha, limuzin. U ham mana yo'g'onlab hozir o ustilari ham o'zi kengayibdi. Mo'lari ham qarang, mo'lari ham hozir normalni buqa. Hazil ekan buqa emas. Gap yo'q, baragasini bersin. Mashlar ham qanchadan qo'shdi? Tortilmadi? Ya bular hali tortilgani yo'q. Arqonga tushmagan ekan, sal sho'xroq. Kuzatuvchilar har oy tortish ham tavsiya qilmaymiz, chunki mol stressga tushadi. O'zingiz ham bildingiz-a, stressga tushishini? Ha, stressga tushadi. Molxonaga molni olib kirayotgan bitta tortasiz, sotayotgan bitta tortib turib, ag'ini chiqarib olsangiz bo'laveradi. Yaxshi, zo'r. Molxonada ham buni buqalar ham lekin normalni o'zgargan, zo'r. Mana u ham zo'r ketdi. Panda ham zo'r ketdi. Mickey Mouse deydiku. Panda ham dumaloq olib qopti. Eng kichkinasi mana shu. Yetib oldi-ku mana. Buni ham qarang. 550 kilo atrof buqalarda mashlar mana. Bular qancha boqish niyati bor endi hozir? Martgacha. Martgacha boqamiz. Xudo xolisa 6 oy.
olti oy boqamiz deyishdi. 6 oy boqamiz. Xudo xolisa martgacha boqishar ekan. Yana video qiling deb kommentariy yozib ketsalaring, sotishdan oldin bitta qilamiz, a? Xudo xolisa. Kameralar bor ekan-a? Kameralar bor. Kameralar qo'yilgan ekan. O'ta yuvosh. O'ta qarang, berana. Qumonni o'radi. Qumonni o'radi. Yo'q, yuvosh mo'llar. Akalar baribir zot yaxshi. Xo'p, suv ichish sistemalari qilingan ekan mana. Bitta ko'rsataymi? Sumshug'ini bosishadi. Suv ichishadi. Suv sovuq suv-a? Ha, sovuq suv ichaveradi buni. Xo'p, oxiri to'g'risida ham bitta ma'lumot beraylik. Bu konteyner mahsulotdan qilingan ekan. Xo'p, bunaqasi bir 60 keladi. Eni balandligi ham bir 70 bor-a? Mana bag'i 1 metrdan oshiqroq, ag'i bir 70 atrofida. Konteynerdan qilingan ekan, lekin yo'qda zo'r ekan. Akalar mana shu shunaqa oxir ham qilish yaxshi. Zo'r. Sema oxirdan ko'ra bu yaxshiroq-a? To'kmaydi, isrof bo'lmaydi. To'kmaydi, isrof bo'lmaydi. O'zimizning shvedlardan ham ko'rsataylik, faqat jaydari, zotdor durasan. O'zimizni mana buqamizni tortdik, qancha qo'shdi dedingiz, qaysi birini? Bu ham 50 kilo qo'shdi. 50 kilo qo'shdi. O'zimizni shved bir oyga. Oyga. Buni-chi buni bitta. Bu ham o'sha 76 bo'lsa 14. 58 hisobladingmi? Ha, 58. 58 kilo qo'shgan ekan mana shu. Akalar, mana o'zimizni oddiy jaydari buqa bu. Hali zotdor buqa emas. Ratsion yaxshi bo'lsa, buqalar xudo xolisa ves qo'shish yaxshi bo'laveradi. Xo'p, mana yerda ham bor ekan o'zimiz jaydari, vesni buqalardan mana. Bu ham normallik ketadi. Gibridroq ekan menimcha buni ham. Yaxshi, zo'r. Xo'p, mo'lari ham ko'rsatayim bitta. Xudo xolisa hozir ratsion to'g'risida ham nima berishyapti, to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Mana mollari suv yonida, xohlagan paytda ichadi. Xohlagan paytda ratsionni ham bitta ko'rsating. Hozir bunga nima qanday ratsion boqishyapti, nima berishyapti to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin zo'r. Hozir bir kunga qancha rasxod qilinyapti, shu to'g'risida ham to'liq ma'lumot beramiz. Like bosib, menga havas qildim, shunaqa buqalar boqish deganlar. Like bosib turasizlar. Xudo xolisa buqalar, buni oq bosh qarang, mana oq bosh. Buni ham qarang, maza. Shu joyga like bosmasangiz bo'lmaydi, uni qarang yuvoshligini. Maza qilib yuborasiz-da. Miyalar qarsacha yuboradi, bunaqa buqalar qarang mana. Yuvoshda yuvosh. Ha, o'ta yuvosh. Bari zotdor yaxshi. Zotdor mol, xudo xolisa oxirida muni ham qarang mana. Oq bosh qarang. Voh, maza qilib yuborasiz. Xo'p, Sabibullo aka, endi bu buqalarga o'yin nechta buqa bor? 17 ta. 17 ta buqa bor. Xo'p, bir mahalliy retseptini bitta aytaylik. Qancha selus somon yem? Silos bir mahallaga 170 kilo. 10 kilodan. Ha. 10 kilodan selus yeydi. Somon necha kilo? Somon 6 kilo. Ha, bir mahallaga 17 ta buqaga 6 kilo somon. Xo'p, yemchi? Yem 30 kilo. Endi 30 kilo chiqadi hozir. Ha, Allah ozroq edi. 17 tani 30 ga bo'lsa qanchadan to'g'ri keldi? 3 kiloyi 175 danmi unaqa. Bir kunda. Bir kungisi 3,5 kiloga boradi. Bir kunda 3,5 kilo edi mashlara. Ertaman 1 kilo 750, kechqurun 1 kilo 750 da mana shu buqalarimiz yeydi. Oz emasmi, yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Yaxshi. Axlatlari ham yaxshi tushyapti o'nglar, zo'r tushyapti. Axlati zo'r. Hozir mana shu solgan ertaman nechida qaraysiz? Ertalab 7 da boshlasam 8 da qarab bo'laman. 1 soatda qarab bo'lasiz. Zo'r-ku. Tayyorlab, mana apparatda tayyorlab aralashtirib. Mana shu apparat to'g'risida ham bitta ma'lumot berib beraylik. Hop, bunga hozir bir mahallaga bitta solasiz-a? Hozir tayyor shekilga? Ha, kechqurunga tayyorlab qo'ydim. Mana shu 170 kilomi? Ha. Mana bitta Bu yarmi 170. Ha, 170 yarmi. Selus lekin selus zo'r ekan-a. Hozir selus ham mana bitta ko'rsatamiz, operator. Selus qayerdan topgansizlar? Zo'r o'rgan ekan. O'zimizdan olib kelgan beg'ot. Beg'otdan chiqqanmi? Haligi fermer Sarabansan oldidagi bo'ladi-chi, aeroport. Ha. 100 ga. Bahodir aka. Ha, shunikidan. Zo'r ekan, qaranglar. Dastalari mayin urilgan, doni ham ezilib ketganda, gap yo'q. Mashina aralashtirasiz-a? Hozir mana shu 85 kilo shunaqada silos. Ha, ikki marta qilagansiz. Ustiga 3 kilo somon tashlayman. 15 kilo ideal ko'rim tashlayman. 400 gram belafos bor. Shuni aralashtirib, mana yerdan tushadi mana. Tayyor. Yarmiga tarqataman, yarmiga keyin yana bitta tayyorlayman. Endi ko'p tayyorlasam to'lib ketadi, tosh. To'lib ketadi, ha, hop. Ideal ko'rim mana shu, ha? Ideal ko'rim mana shu. Mana shu yemdan berasiz. Hop. Bir xolis bir fikringizni mana shu yemga aytingiz uchunchi qanaqa bir effekti bo'lyapti sizga? Effekti zo'r, kuchli. Kuchlimi?
Kepan kunjara bersangiz hech bo'lmaganda 5 kilodan yesa ham 10 kilo yeydi. Bir kunda-da. Bir kunda. Bu hozir 3 kilo, 3,5 kilo yeyapti. Effekti bilinyapti. Effekti yaxshi ana. Shu O velofoslar mana yerda turadimi? Bu ashi yemlar. Ha, yemlar Velofos hozir endi olib keladi. Endi bu rapshirotidan qo'shib berib turasiz ozgina. Ko'p Ertalab qo'shmaysiz. 4 kilo, kechqurun 4 kilo. 4 kilo. Ozgina qo'shib berib turiladi. O'sha shu 400 kilogacha bo'lgan buqalarga qo'shib berib tursa, boshqa buqalarga yaxshi bo'ladi, lekin ani katta buqalarga 500 kilodan o'tib ketgan buqalarga qo'shib berishga tavsiya qilinmaydi. Xudo xolisa yemlar ham bor ekan mana. 30 kiloga bundan ham tashlayman-da 4 kilo. 4 kilo. Velofos qancha dedingiz? Velofos 400 gram. Mana bu olib kel tarozilar ham bor ekanda. Tarozi bor. Hamma yo'q hisob kitob ekanda. Hamera. Bundan qo'shiladimi? U gramlar ha. Gramlagan akalar mana qaranglar, haqiqiy bir shinamanda soda mayna qilib o'lchab Berganimizni yozib yuramiz. mana daftarni ham ko'rsataylikchi. Qancha edi? Olib kelaymi? Kim bo'lsa kelib ko'rib, ha, mana uncha berilibdi, soatigacha yozib. O berilgan soatini ham yoziladi. Gap yo'q akalar mana. Buni soat a? Buni kechqurungi soatimi yo kilasi? Kilas, silos, kilas. Silas buni sud Somonmi? somon ekan. Somon, narigi silos. Selus, Somon. Ideal ko'rim. ideal ko'rim, velofos, buni-chi? Kalsiy sharbat. Kaliy sarbat. Suvga Ha, aralashtirib. suv, kaliy sarbat, to'g'ri. Misrab pishirib. Rapshir, gap yo'q, mayna qilib ham mo'l bo'lsa bo'lar ekanda, mana. Kirim chiqqani faqat chiqqanini yozilaveradi berganini. Kelgan odam hamda ko'rib, soatini qarab, haligi tashaveravermaydi, deymi? Ha, demassiz bo'lmasangiz, ha? Men bo'lmasam, kim bo'lsa Daftarga ham qarashadi. kelsa, daftarga qarab turib beraveradi. Akalar bu yangilik bo'lsa kerak. Masalan, kimdir molxonaga, masalan, bag' yo'q bo'lsalar, kelayotganda daftarni ochib turib, shuni qarar ekan. Ertaman 8 da bergan ekanlar. Kechki payt yana mash paytda berishim kerak ekan. Oxiriga qarab turib berilar ekanda. Gapi hisobli do'st ayrilmasdi, bekorga aytilmagan ekanda. Ovqati bilan suv uzilmaydi oxirida. Oxirida uzilmas ekan mana. Hech qanday bir U oxirida qolmasa ham stressga tushar ekan-ku. bilibsiz-a? Oxirida qolmagan kuni Qanaqa bo'lyapti? keyingisini so'sam yeb qo'yaverdi hali ochopatga. To'palan qiladi-da. Xotirjam bo'lmaydi-da bu. Ashayda tursa, hali ko'zi to'yib turadi-da. Ha, molda shunday bo'ladiki, yotibdi, katta oshqozon bo'shagandan turgandan keyin albatta suv qidiradi yoki ozuqa qidiradi. Yonida bo'lsa xotirjam bo'ladi. Masalan, o'zimiz ham ishdan charchab kelsangiz, uyingizda ovqatingiz bo'lmasa, qana asabingiz buziladi. Bular ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun postoyanno oldida ozuqa tursa, hozir bayda 100% ratsionga, hamma narsaga e'tibor bilan boqishyapti ekan. Suvlari yonida. Hozir ko'p joyga bo'lsak, Sabirlarga mahnaqa buqa boqishadiki, yeb qo'yaveryapti. Yeb qo'yaveryapti. Sen beravering, sen men yeb qo'ysa men qanaqa yetkizaman deyapti. Sizga ham oldin yeb qo'yavergan, to'g'rimi? Yeb qo'yaverdi, bitta qo'ymay tozalab qo'yaverdi. Keyin sekin 300 400 kilogacha berdik. Yo'q-a? 200 kilodan 2 marta tayyorlab tashlaymiz, yeb qo'yaverdi. Endi hozir sal ana bo'ldi shekilli-da. Endi to'ydi-da. Ozaydi-ku, keyin ozaydi-da. Ozaydi. Bular Sabirlarga o'sha nafsi och deymiz, qonni to'ymasdan kelganda, Rossiyadanmi, Qozoqdanmi, to'g'rimi? Keyin kelib, mashi ham yomon ketibdi. O'n qara. Gap yo'q. Kengayib. Xo'p, buni 1 kilo rasxotini chiqaraylik Sabirlar aka. Xo'p, bir kunda ideal ko'rim. Operatsiya hisoblab, necha pulli yem yeyotganini bitta chiqarib beraylik, aytib turasiz, men qo'shaman. Xo'p, bir kunda 3,5 kilo dedingiz, a? 3 kilo 500 ideal ko'rim. Ko'paytiramiz 5700 so'mdan tushadimi? 5700 so'mdan ideal ko'rim. 19500 so'm. Bunga plus qo'shamiz. Selus 20 kilomi? Bir kundanmi? Ha. Necha puldan? 500 so'mdan olinganmi? Ha, 550 dan. 10 ming ekanda. Plus 10 ming. 10 ming. Hop, yana nima qo'shamiz? Rapsirot qo'shamiz. Endi hammasiga 4 kilo. 4 kilo o'zi qanchadan to'g'ri keladi keyin? Hozir 29 ming, 30 ming, bore 35 mingdan yeyapti ekanda. Shunaqa. Bir kunda 35 ming so'mdan mana shu 600 kilolik buqalar kelar, mana shular mana 600 kiloga borib bo'lgan mana shu buqalar, shu buqalar hamda o'tib bo'lgan ham. Shu buqalar 35 ming so'm. Biz plusroq hisobladik, ko'proq. 32 ming, 33 ming bo'lish kerak. 35 ming so'mdan rasxod qilyapti ekan bir kuniga. Hop, 60 kilo, 62 kilodan 2 kilodan vez qo'shyapti ekan mana shu buqalarda. 2 kilodan oshiq, 1 kilo 800. Yo'q degandan 1 kilo 800. Zo'r. Akalar qancha bir yaxshi ozuqa bilan bo'lsangiz, agar shu mollarga
yoki atala qilib berib yoki nimadirlar berib turib boqsangiz unaqa 2 kilo preves, 1,5 kilo ham qo'shmaydi. Endi mashinchi moli qarangiz, atalar bilan boqsangiz siz bo'shamaysiz bir kun. Ha, uni rasxut ham ko'payib ketadi. Rasxut ham ko'payib Atalar pishirish kerak, o't yoqib. O't yoqish kerak, vaqtchi. Sovutib, uni quyib berish kerak. O'sha yerda rasxut. Ha, bir-ikki yerda ko'rdim, atalar quyar ekan, oxirida oqib ketaverar ekan. Bundan ham suv o'tmaydigan bo'lgan. Haligi bir tomchi ham suv o'tmaydi. Quyib bersa bo'laveradi, unga rasxut ko'payib ketadi. Siz bitta o'zingiz shuncha molni atalar bilan boqa olmaysiz-da. Ha, yo'q. Yana bir ikkita sherik bo'lish kerak-da. U masalan shuncha mol hozir bir 300 litr atala ichish kerak-da. U atalarni qaynatib, paqirda toshib olib kelib, sovutib, buni berguncha o'zi kech bo'ladi. Yana kechqurunga harakat qilasiz. Ular shunaqa. Hop, bitta selutsionmani bitta ko'rsatamiz-da. Shu mana videomiz akalar to'xtatamiz, xudo xolisa. Sizlar uchun bir qisqacha manfaatli video qilishga harakat qildik. Hech bo'lmagan ekanmiz, suv to'planib qolibdi. Endi ha. O'shanga anedek boya kovlab suvi ketadigan qilib. Endi Sabibillo aka bundoq qilish kerak ekanda. Mana shu tagini bor, tagiga salafan solmasdan somon solib berish kerak. Musimdek qilish kerak Sabibillo aka. Salafanni mashaygacha qilib turib, bag'ini ham managacha o'ttasini ochiq qilish kerak-da. O'shanda sal mderoq qilib turib, salafanni kelgan suv yerga ketaveradi o'shanda. Endi bu birinchi yilda olib ketdi-da. Lekin yaxshi bosilgan ekan selus. Zo'r, qattiq. Qattiq. Traktorda bosilgan. Samsungni ham kattasi deb kelavergan. Oho. Lekin selus zo'r turibdi ekan. Yap. Necha oy turdi Sabillo? Ko'mgandan keyin. Bir 3 oy bo'ldi shekilli. 3 oy turdimi? Maza bo'libdi, zo'r bo'libdi. Yaxshi. Bega qancha bosganmiz? 32 tonna. 32 tonna. Yap. Maselusdan berishyapti. Hozir somonni ham bitta ko'rsataylik, yaxshi qolib ketibdi. Xona mana akalar oddiyalik ilgarigi sessir paytdagi binoni molxona qilishganda. Hozir birinchi marta boqilisha, ilgari mol boqilmagan-a? Yo'q. Yap. Zo'r. Drabilkada somonni mana edi maydalab berishadi. Chiqarish kerak, tugab qolibdi. Tugab qolibdi. Biz chiqarib tashlaymiz. Bu drabilkada chiqarishadi mana. Mashg'ulotda chiqarib. Bu yana ham naym bo'lishi kerak. Go'nginiga chiqarib tashlayapsiz. Go'ngini u yonoq bo'ldi. Ha, yo'q. Ha, sal mayroq qilsangiz yaxshi bo'ladi. Beroq qolib ketaveryapti. Orqangida mayli. Ha, mana shu ham mayli ekan. Mana qilib sal mayroq chiqarsa, xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Zo'r. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Bag'i qirda endi. Bag'i o'sha qirli joylar akalar, xudo xolisi bir yari ko'paytirish ilinchi tug'ilyaptimi boshliqda? Ha, bo'lib turibdi. Buni ko'paytiramiz bir. Ko'paytiramiz deb bitta molxonaga kiraylik. Ko'paytiramiz deyaptilarmi yana? Ha. O'zlari ham qiziqib qoldilar-a? Yomon ketdilar-a? Aka zo'r ketyapti. Bir ko'paytiramiz buni, bir xirmon ko'raylikchi deyapti-da. Ha, bitta sotib turib foydani. Mana shu mollar ishontirib aytaman, $100 foydasi bor oyiga. Hozir 17 ta bo'lsa, $1700 oyiga tashayapti. Endi pastda bu. Bundan baland mening deganim o'sha 1,5 kilodan qo'shganda ham $100 foydasi bor-da. Hozir 1,5 kilo emas, 2 kilodan oshib qo'shyapti bular. $2000 oyiga bor-da mana shu buqalarda. Hozir 4 oy boqsa $8000 mi? 6 oy boqsa $12000. Yeb ichgandan tashqari yomon emas-da, $12000 oz pul emas-ku. O'zbekiston turib 6 oyda $12000 pul topish menimcha yaxshi. Endi eng pastini hisoblayapmiz. Xudo xolisa undan ham ko'proq bo'lsa, bu shoqini qaranglar, shoqi zo'r ekan uni. Hop, akalar, xudo xolisa qo'limizdan kelganicha biz sizlarga mana shu molxonani yoritib berdik. Albatta videoga like bosib, kanalimizda obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.